qilishib turgandan keyin Atılıq Gazi meni öyning yana bir tarafidagi deraza oldiga boshlab berib, o'zining yanida o'tirg'izdi. Bu chaqda 15 pay hurmat to'pi etildi. Amir hazratlari samimiy holda ayol podshoh hazratlari bilan vali janoblarining tan salomatligini so'radi. Ondan Xirarxonga elçiler ömrüdeki başka amaldorlarını başlap kirishga pichirladi. Ular kayni-kaynidan kirib kelishdi. Amir her bir kishi bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Hamda ularga mening qishimdan joy ko'rsatdi. Bir pas odamni dimiq turadigan jimjitlik hukm surdi. Atılıq Gazi Yoqub Bey her birimizga birdan inchikilab qarab chiqdi. Men başkalardan tunca qatam ko'rish vaqtida mehmon ko'p gap qilsa adabsizlik bo'lganligini, shuni yerga qarab jimjit o'tirish kerakligini anglagan edim. Bir damlik jimjitlikning sinig'ini o'tgandan keyin Atılıq Gazi Yoqub Bey'ga ishora qilib edi. 16 askar dasqon ko'tarib ko'rdi. Atılıq dasqon ko'tarib kirdi. Atılıq Gazi bir nonni o'shtib biz bilan billiydi. Dasqon elingandan keyin biz adab qoida to'g'risidagi gaplarni esimizga keltirdik. Da o'rnimizdan turib Allohu akbar deb duo qilishdik. Orqadan Atılıq Gazi xo'sh amsa dedi. Bizni cho'nqur ta'sir qoldirgan bu qatim qabul qilish ana shundoq oxirlashdi. Bizni cho'nqur ta'sir qoldirgan narsa bu xon ordisi yoki bu hukmronning haybatlik salohiyati emas. Balki amirning sirliq mijozi, kishiga sirliq bildirilgan saltanati va nufuzi, shuningdek uning ordisi va navkarlarini hosil qilgan puhralarni tutib turgan talanti edi. Mana gap. Yozmadiga qanday ezildi vatandosh. Talanti edi. Uning qo'qonlik do'stlari va qavm qarindoshlari ular butunlay mushu zotning saltanatiga tayinib bosh ko'targan va omad topgan. Onun qattiq ixlos qiladi. Ammo buning keyinda bir-biriga o'g'ri qo'llaydigan unsurlar mavjud. Mubodir tashqi dushman tajovuz qilib kirib qolsa, uning hukmronligini osonla og'dirib tashlanadiganligi nihoyat aniq edi. Bu nimaga? Kechiranglar, mishat to'xtaymiz vatandoshlar.